Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir bankimizga kelgan yangi trenajyorlarni bitta ko'rsatib chiqaman. Bilasiz, ishxonani zalda shug'ullanaman. Oyoqqa ishlashga babichka olib kelgan. Oyoqning ichki va tashqi son qismlariga yaxshilab ishlasa bo'ladi. Birinchi trenajyorimizni, ikkinchi olib kelgani yana oyoqqa ishlashga mana bunaqa упражнение trenajyor olib kelishdi. Uchinchisi bitsepsga ishlashga. Esingizda bo'lsa, bu упражнениemiz yaxshi ishlamasdi. Hozir men bu boshqa yaxshi ishlaydigan olib kelishgan. Bunda qandaydir funksiyasi noto'g'ri yig'ilgan. Keyin men nomini bilmayman buni. Bilsanglar yozaversizlar. Xullas, men tortib turib shaqqalatib qizsanglar bo'ladi. Keyin zigzag olib kelishgan. Men bu ham yo'q edi. Bu ham yangi. Xullas shu.